Hud aleyhisselam tunji Arab peygamber. Allah Taala Adam atamızdan başlap ta ki peygamberimiz Muhammed aleyhisselam kadar boğan arlıqda 124 ming peygamber evetken bulup, ularning içinde 4 neferi Arab ikenligi naql qilinadi. Arab peygamberlerinin tunjisi Hud aleyhisselam. Ahirqisi bolsa bizning peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Hud aleyhisselam Tufan balasidan keyin evetilgan tunji peygamber bulup, Nuh aleyhisselamning balları içinden Samning avladi. Allah Taala Tufan balasidan keyin Nuh aleyhisselamga ergishib, Allohga ishongan kishilarni saq salomat qutuldurgandan keyin kishilar bu baloyi ofatdan ibrat elib bir zaman shirkka yaqinlashmay tavhid ichida yashaydi. Nuh alayhissalomning avlodlari ko'payib atrofga tarqalishga boshlaydi. Nuh alayhissalomning o'g'illari ichidan Samning Irem ismli bir o'g'li bo'ladi. Iremning Avs ismli bir o'g'li bo'ladi. Avsning Ot ismli bir o'g'li bo'ladi. Ot bolalarini elib Nuh alayhissalom yashagan joydan Yaman bilan Umman o'rtasidagi Ahqob degan joyga kelib o'rinlashadi va bu joyda yashaydi. Shunday qilib bu joyda yashagan kishilarning ismi Ot qavmi deb ataladi. Ot qavmi bo'y basta jihatda nəhayət qomatlik igiz kishilar bo'lib, son jihatda nəhayət tez ko'paydi. Ularni atrofdan qorshab turgan dengizlar va ularning ichidagi buloqlarning ko'p ekanligi ularni tiriqchilik, boqmachilik va biliqchilik ishlarida nəhayət tez taraqqiy qildirib, bayashat bir xalqqa aylantiradi. Tarixdagi mashhur Irem bog'lari ana shu Ot qavmining bog'laridir. Ammo vaqtning o'tishiga ergishib, Ot qavmi rahat parag'atga berilib, Allohni unutishga boshlaydi. Shundaqla Tufan balasidan saq qolgan ota bovlarini eslab turishi uchun ularning haykallarini turg'izadi. Ulardan keyin kelgan avlodlari bu haykallarga ibodat qilishga boshlaydi. Shunday qilib Tufan balasidan keyin tunji shirik Ot qavmining ichida maydonga keladi. Ot qavmining Hud alayhissalom kelishdan ilgariki ijtimoiy ahvolini tuvandagi 6 xil holatga yig'inchoqlashga bo'ladi. Birinchisi, Ot qavmi bo'ybasti jihatda noit igiz qomatli kishilar edi. Ba'zi tafsir kitoblarida ularning o'rtacha bo'y egizligining 12 gaz, ya'ni taxminan 5,5 metr keldiganligi bayon qilinadi. Alloh taolo sura Arafning 69-oyatida ularni bo'ybasti jihatda igiz qilganligini bayon qilib, mundaq deydi: "Va zadakum fil xalqi basta." Alloh taolo ularni bastilik va qomatlik qildi deydi. Ikkinchisi, Ot qavmi igiz binolarni selishda va hashamatlik saroylarni selishda ulardan ilgari hech bir xalq yetmagan saviyaga yetgan. Alloh taolo sura Fajrning 8-oyatida allati lam yuxlaq mithluha fil bilad. Ot qavmi kuch jihatda, ular qurgan shahar jihatda ulardan ilgari ularga o'xshash hech bir xalq o'tmagan deydi. Üçüncüsü, Ot qavmi Alloh taolo ularga bergan noz ne'matlar va keng rizqlar tufayli nəhayət bayashat yashagan xalq edi va nəhayət ko'p farzand ko'ratdi. Alloh taolo sura Shu'araning 133 va 134-oyatida ularning ahvolini sifatlab, "Amaddakum bi an'ami va banin va jannati va uyun." Alloh taolo sizlarga, ya'ni Ot qavmiga chorvalarni, ko'p farzandlarni, bog'larni va buloqlarni ato qildi deydi. To'rtinchisi, Ot qavmi uyun tomosha va dunyo parag'atiga dum tushgan kishilar edi. Alloh taolo sura Shu'araning 128-oyatida ularning ahvolini sifatlab, "Atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun." Sizlar, ya'ni Ot qavmi har bir igiz o'ringa uyun tomosha, ko'ngil ichish uchun igiz binoni salamsizlar deydi. 5-si, Ot qavmi aqida jihatda Allohga shirk qo'shib butga ibodat qiladi va hayotlik mushu dunyodan iborat deb abadiy hayot bo'lgan oxiratni inkor qiladi. Alloh taolo sura Shu'araning 137-oyatida ularning so'zini naql qilib, "In hada illa xuluqul avvalin." Bu, ya'ni bizning butga ibodat qilishimiz bizning ota bovlarimizning qolgan odatimiz, ya'ni to'g'ri yo'l mushu. In hiya illa hayatuna dunya. Biz mushu dunyodagi hayotlikdan boshqa bir hayotlikni yo'q deb qaraymiz deb oxirat dunyosini inkor qiladi. 6-si, Ot qavmi o'zining moddiy kuchiga noit ishongan, o'zining kuchlik bir kuchning borligini inkor qilgan hakavur kishilar edi. Alloh taolo sura Fussilatning 15-oyatida ularning so'zini naql qilib, "Va qalu man ashaddu minna quwwa." Ot qavmi aytdi, bizdan kuchli kim bor? 7-si, Ot qavmi kuchliklari ojizni buzaq qiladigan zolim kishilar edi. Alloh taolo sura Shu'araning 130-oyatida ularning zulmini bayon qilib, "Va iza batashtum jabbarin." Sizlar birovni jazolamoqchi bo'lsanglar, xuddi zolimlardek jazolaysizlar. Ya'ni birovni jazolamoqchi bo'lsanglar, eng qabiy usullarni ishlatib, chekdan oshirib jazolaysizlar deydi. Alloh taolo bu ozg'un xalqni to'g'ri yo'lga yetaklash uchun ularning ichidan Hudni payg'ambar qilib tanlab, ularni yuqorqi xatoliklarni yondirib, yakki yagona Allohga ibodat qilishga buyurdi. Hud alayhissalom Ahqob degan joyga tunji ko'chib kelgan Otning 4-avlodi edi. Ya'ni Otning o'g'li Xalut edi. Xalutning o'g'li Ribah edi. Ribahning o'g'li Abdullah edi. Abdullahning o'g'li Hud alayhissalom edi. Hud alayhissalom chiroy jihatda Odam otamizga noit o'xshaydi. O'zi qomatlik, bastilik, ammo noit kamtar. So'zlash usuli noit go'zal bir payg'ambar edi. Hud alayhissalom bilan Nuh alayhissalom oraliqida taxminan 800 yil, ya'ni 8 asr o'tganligi naql qilinadi. Hud alayhissalom bu ozg'un ot xalqini shirkdan qaytib yakka yagona Allohga ibodat qilish
qilishga buyuradi. Alloh taolo Qur'on Karimda buni bayon qilib, "İz anzara qawmahu bil ahqaf wa qad khalat an-nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum azaba yawmin azim." Öz vaqtida Hud ahqabda yashaydigan xalqini Allohning azobidan ogohlantirdi. Huddan ilgirimi va keyinmi nurg'un payg'ambarlar o'tgan. Hud xalqini ogohlantirib, "Sizlar yakka yagona Allohga ibodat qilinglar. Agar sizlar yakka yagona Allohga ibodat qilmasanglar, inni akhafu alaykum azaba yawmin azim." Sizlarning buyuk kunning azobi qilishinglardan qo'rqaman. Ammo azg'un at qavmi Hud alayhissalomga "Sen bizni ilohlarimizni to'sqili keldingmi?" deb Hud alayhissalomga qarshi chiqdi. Hud alayhissalom ularga Allohning ularga bergan ne'matlarini va ularning Allohning ne'matlariga qarta qilgan tuzkorligini eslatib, yana Allohga chaqirdi. "Atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'basun." Sizlar har egiz joylarga o'yin tomosha uchun egiz binolarni salamsizlar va tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun. Sizlar xuddi dunyoda mangu yashaydigandek hashamatlik saroylarni salamsizlar va idza batashtum jabbarin. Sizlar birovni jazolamoqchi bo'lsanglar, zolimlardek jazolaysizlar. Ya'ni eng qabiy usullarni qo'llanib, haddidan oshirib ularga zulm qilasizlar. Wattaqulloha fa'ati'un. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, ma ergishinglar. Wattaqullazi amaddakum bima ta'lamun. Sizlarga sizlar biladigan ne'matlarni ato qilgan Allohdan qo'rqinglar deydi. Afsus, dunyo rohat parog'atiga g'arq bo'lgan, o'yin tomoshaga dum tushgan ot xalqi Hud alayhissalomga "Sawa'un alayna aw a'aztam lam takun minal wa'izin." Sen bizga nasihat qilamsa, qilmamsa baribir o'xshash. Biz sana parvo qilmaymiz. Mana bu da'vatga kishilarning parvo qilmasligi, da'vat anglamasligi, hatto da'vatdan qechishi biz emas ilgirki payg'ambarlarning duch kelgan bir ish. Ammo kishilarning da'vatdan qechishi, da'vatga parvo qilmasligi shu kishilarning halok qilingani oz qolganligini bildiradi. Shuning uchun bir xalq da'vatdan qassa, tabliğ xo'shaqmasa, tabliğ anglamasa, bu kishilar o'zini ansirishi kerak. Ammo Allohga chaqiruvchi, da'vat qiluvchi kishilar parvo qilmasimi, anglamasimi, zirikmasdan, tirikmasdan xuddi Hud alayhissalomga o'xshash, undan boshqa payg'ambarlarga o'xshash da'vatini davom qilish kerak. Hud alayhissalom xalqqa qarta: "Va ma as'alukum alayhi min ajr." Men sizlardan hech narsa kutmayman. Pul, mansab, shuhrat, dunyoga oid hech qanday narsa kutmayman. In ajriya illa ala robbil alamin. Mening ajrim faqat olamlarning parvardigori Allohning ustiga. Men shu Allohdan olaman deb da'vatini zirikmay, tirikmay davom qiladi. Ya qavmi ibudulloha ma lakum min ilahin g'ayru afala tattaqun. Ey qavmim, yakkigona Allohga ibodat qilinglar. Sizlar uchun Allohdan boshqa haqiqiy ibodat qilishga loyiq bir ma'bud yo'q. Afala tattaqun. Allohning azobidan qo'rqmamsizlar deydi. At qavmi Hud alayhissalomdan mo'jiza talab qilib, "Yahudu ma ji'tana bi bayyinati va ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik va ma nahnu laka bi mu'minin." Ey Hud, sen bizga bir mo'jiza, o'zingning payg'ambar ekanligini isbotlaydigan bir hujjat isbot keltirmading. Biz sening gapingga qarab ilohlarimizni tashlamaymiz. Biz sana ishonmaymiz deydi. Hud alayhissalom shu vaqtning o'zida Allohga tavakkul qilgan holda, "Undaqda sizlar hammanglar birlashib, menga bir yomonlik yetkazib baqinglar, muhlat bermanglar. Hozirning o'zida menga yomonlik yetkazib baqinglar" deb ularning o'ziga yomonlik yetkazilmaydiganligini, o'zining rost payg'ambar ekanligining bir mo'jiza sifatida o'ttirib qo'ydi. Amaliyotda ular shuncha tirisimi Hud alayhissalomga hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Shundoq turib ular yana Hud alayhissalomga ishonmaydi va ular "Men ashaddu minna quwwa." Bizdan kuchli kim bor? Bizni jazolaydigan kim bor? deb hakavorlik qilib Hud alayhissalomga ishonmay cho'ngchiligini davom qiladi. Shundaqla hayhata lima tu'adun. Hudning deganlari, ya'ni o'lgandan keyin qayta tirilib qilgan askarliklaringlar uchun jazolanasizlar degan bu gaplari hayhata bak muyra. Mumkin bo'lmaydi. Dunyo faqat mushundan iborat, hayot faqat mushundan iborat. Yashaymiz, o'limiz tugaydi deydi. Shundaqla payg'ambar degan insondan bo'lamdi. Bu Hud biz yegan narsani yeydi, biz ichgan narsani ichidi. Qandoqmi bu bizga payg'ambar bo'la oladi deb hakavorlik qiladi. Shundaqla Hud alayhissalomga "Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sodiqin." Agar sen rostchil bo'lsang, haqiqiy payg'ambar bo'laman bo'lsang, bizni qo'rqitgan shu Allohning azobini keltirib baqa deydi. Demak, zolimlar haddidan eshib, eng oxirgi bosqich bo'lgan Allohga jang e'lon qilish bosqichiga yetib keladi. Hud alayhissalom "Robbinsurni bima kazzabun." Ey Robbim, ular meni yolg'onga chiqarganlik uchun menga yordam ato qilgin deydi. Alloh taolo "Amma qalilil yusbihunna nadimin." Pat yaqinda ular Allohga ishonmaganligi uchun, seni inkor qilganlik uchun qattiq pushaymon qiladi deydi. Amaliyotda uzoq o'tmay ulardan yomg'ir to'xtab ketadi. Ularning ziroatlari qurishga boshlaydi. Alloh taolo bu xalqdan saq 3 yil yomg'irni to'xtatib o'tadi. Ularning ziroatlari qurib, chorvalari o'lab, ocharchilik boshlanadi. Ular Hud alayhissalomning qashig'irib, bu ishning nima ish ekanligini so'raydi. Hud alayhissalom ularga: "Ya qavmi istagfiru robbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara va yazidukum quwwatan ila quwwatikum va la tatawallaw mujrimin." Ey qavmim, sizlar Allohga istig'for aytinglar. Allohga tavba qiling
bormanglar. Shunda qilsanglar Alloh sizlarga yomg'ir yog'dirib beradi. Sizlarni texmi kuchli qiladi. Sizlar mening bu nasihatimdan gunohga cho'mgan holda yuz o'rmanglar deb oxirgi da'vatini qiladi. Lekin ozg'un ot xalqi Hud alayhisolamning bu gapiga quloq solmay Hud alayhisolamni masxara qiladi va ular butlarning qishig'iga berib butlardan yomg'ir talab qiladi. Shu paytda osmonda qor bulutlarning ular taraf qarab kelayotganligini ko'radi. Ular bu qor bulutlarni ko'rib nihoyat xushal bo'lib, "Hada aridun mumtiruna." Mana bizga yomg'ir yog'dirib beradigan bulutlar keldi deb xushal bo'lishadi. Ammo Hud alayhisalom bal huwa masta'jaltum bih. Yo'q, undaq emas. Bu sizlar baldurroq ishqa ishini talab qilgan, qani sen keltirib boq deb jang e'lon qilgan narsa shu. Uningda qattiq azob bor deb xalqini ogohlantirdi. Lekin xalqi bunga yana ishonmaydi. Qor bulut ularning ustiga keladi. Ot xalqi endi bizga yomg'ir yog'di deb yomg'irni kutib turgan vaqtida bu bulutdan nihoyat qattiq shamol chiqadi. Shamolning kuchi nihoyat qattiq bo'lib, ularning sog'an mustahkam saroylarini yemirib tashlaydi. Kishilarni bo'lsa uchib yurgan axlatdek uya-buyaga so'qib vayron qilib o'tadi. Alloh taolo bu shamolning kuchini Qur'on Karimda tasvirlab, "Ma tadaru min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramim." Har qanday bir narsa u shamolning qishidan o'tsa, chirigan so'ngakdek titma-titman qilib o'tadi deydi. Bu shamol nihoyat kuchli bo'lish bilan birga nihoyat qattiq sovuq edi. Alloh taolo bu voqelikni Qur'on Karimda bayon qilib mundaq deydi: "Va amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya." Ammo ot qavmi kuchli qattiq sovuq bo'lgan bo'ron bilan halok qilindi. Alloh taolo ularga bu kuchli shamolni 7 kecha 8 kunduz opreda qildi. Ot qavmini xuddi xormining por ko'taklari yotgandek ko'rsa, ularning biri odamning saq qolganligini ko'ralamsa, mana o'zini eng kuchli deb qaraydigan, o'ziga ishonadigan ot qavmini mana shuningdek o'zining qo'shini bilan nihoyat oddiy shaklda vayron qilib, yer yuzidan supurib o'tadi. Va buningdan bizning ibrat olishimiz uchun buni Qur'on Karimda bayon qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom doim shayyabani hudun va ahavatuhu. Meni Hud va uning qarindoshlari qaytibdi dedi. Ya'ni payg'ambar alayhissalom o'zining ummatining xuddi Hud alayhissalom va uningdan ilgirki payg'ambarlarning xalqi halok qilinganiga o'xshash halok qilinib qolishidan nihoyat ansiraydi. Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilingan hadisda osmonda qora bulut paydo bo'lgan vaqtida sahobalar yomg'ir yog'adigan bo'ldi deb xushal bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom toki yomg'ir yoqqan qadar nihoyat endishlanadi va chiroyi o'zgarib ketadi. Payg'ambar turib Allohning azobidan xotirjam emas edi. Buningdan o'zimizning naqadar bexud ekanligini ko'rib olamiz. Yuqorqi Hud alayhissalomning qissasidan ilishga tegishli ibrat va darslar. Birinchidan, inson ojiz vaqtida emas, kuchlik vaqtida, namrat vaqtida emas, bayashat vaqtida o'ziga ishonib, Allohni unutib qolish ehtimolligining yuqori ekanligi. Shuning uchun inson bir muvaffaqiyatga erishgan kuchlik bayashat vaqtida Allohni unutildiradigan gap so'z va ishlarni yiroq turishi, Allohni ko'p eslashi, har qanday kuch va har qanday muvaffaqiyatning Alloh taolo tarafidan ekanligi o'zimizning bir sabab ekanligini har vaqt unutmasligimiz kerak. Ikkinchisi, kofirlar o'zining moddiy kuchiga ishonib hakovrlik qilganligi, mazlumlarni izdiganligi, ammo oxirgi natijada Alloh taolo oddiy sabablar orqali hakovir, haddidan oshgan zolim, tajovuzchi kofirlarni yer yuzidan supurib o'tadiganligi. Buningga shaksiz ishonishimiz kerakligini ko'rib olamiz. Uchinchisi, tavba istig'forning Allohning mag'firatiga erishtirib qolmay, dunyoda bayashat turmushga erishtiradiganligini ko'rib olamiz. Masalan, Hud alayhisalom xalqiga Allohga tavba qilib istig'for etsa, Alloh taolo ularning kuchini texmi ko'paytiradiganligi va ularga yomg'ir yog'dirib berish orqali bayashat turmushga ega qiladiganligini aytdi. Va bu Qur'on Karimda mo tilga ilindi. To'rtinchisi, biz ilgirki payg'ambarlarning voqealigini ko'rgandek, Allohning azobi bir qavm tunji qilib Allohga shirk qo'shsa, ya'ni kufrlikqa tushsa, ikkinchidan zulmda haddidan oshsa, uchinchidan Allohga jang e'lon qilsa, undan keyin Allohning azobiga duchor bo'lganligini ko'rib olamiz. Beshinchisi, Allohning azobi qanchalik umumiy shaklda kelsin, Allohning yo'lida, ya'ni haqiqat yo'lida turgan kishilarni Allohning cho'qim saqlab qolganligini ko'rib olamiz. Oltinchisi, shamol va yomg'irlarning Allohning qo'shini ekanligi. Shuning uchun sagak turishimiz va g'aflatga tushmasligimizning nihoyat muhim ekanligini ko'rib olamiz. Yettinchisi, Allohga chaqiruvchi, hidoyatga chaqiruvchi da'vatchi ustozlarning kishilardan hurmat, mansab, shuhrat qatorliq dunyoga oid hech qanday manfaat kutmasdan g'arazsiz holda ajrini faqat Allohdan kutib da'vat qilishi, kishilar parvo qilmasa-mu yo'ldan to'xtab qolmay majburiyatni ado qilishining muhim ekanligini ko'rib olamiz. Sakkizinchisi, hamma payg'ambarlarning eng muhim ishining kishilarni shirkdan yondirib, yakka yegona Allohga yuzlantirish ekanligini ko'rib olamiz. Ammo bu yerda biz tushuntirishga tegishli bir narsa bor. U bo'lsa-mu, butning faqat haykaldan iborat emasligi.
qalbimiz Allohdan boshqa nimaga bog'langan bo'lsa, nimaga tayangan bo'lsa, yordam faqat uningdan keladi deb qaragan bo'lsa va foyda ziyon, yaxshi yomon faqat shu odamning qo'lida deb qaragan bo'lsa, mayli u shaxs bo'lsin yoki narsa kerak bo'lsin, u shu odamga nisbatan but hisoblanadi. Chunki bizning qalbimiz faqat Allohga bog'lanmay, hamma ishlarimizda faqat Allohga tayanmay, yordamni faqat Allohdan kutmay, ibodatni faqat Allohga qilmay turib, bizda tavhid shakllanmaydi. Esimizde bo'lsin, bizga yordam kim tarafdan kelgan bo'lsin, musulmondan kelgan bo'lsin, kofirdan kelgan bo'lsin, u yordam Allohdan keldi. U kishilar faqat bir sabab, faqat bir parda. O sababning keyinida, o pardaning keyinida yakkigani Alloh bor. Shuning uchun bizga kofirning yordam kelsa, yoki Yahudi yoki xristianlarning yordam kelsa, iymonimizni taraf qilmaylik. Shuning ishonaylikki, bu orqali Alloh taolo bizni imtihon qilib atadi. O yordam qilayotgan kishilar faqat bir parda. Uning keyindagi haqiqiy bizga yordam berayotgan zot Alloh. Alloh o'zi xohlagan kishilar orqali bizga yordam beradi va shu orqali bizni imtihon qiladi.